Assalomu alaykum. Hurmatli Greenleaf oilam, men o'zimdagi natijalar bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Menda 2023-yilda gepatit B'd aniqlangan. Mana bu B pozitivni viruslar soni 2000 ga yaqin deb aytgan. Mana bu gepatit D'niki. Men pozitivni mana familiyalarim bilan analiz javoblarim. Men har 3 oyda Toshkentga borib, virusologiyaga borib Toshkentda har 3 oylik lecheniya olib qaytardim va oxirgi marta borganimda natijalarim borgan sari yomonlashib borardi va oxirgi marta borganimda vrachdan o'sha o'zimiz Greenleaf mahsulotlarini qo'shib iste'mol qilsam bo'ladimi deganda ular bo'ladi, faqat nimaga doriga allergiyang bo'lmasa iste'mol qilaver deyishgan va men ular bu dori bilan birga ko'proq o'zimiz mahsulotlarimizni ichdim va natijada 3 oydan keyin borganimda menda viruslar soni 2000 ta virus sonidan umuman bitta ham qolmabdi. Men o'zimga ishondim va mahsulotlarga ishonaman. 100 ga ishonganim uchun avvalo Xudo hamma narsaga. Mana bu krill oilimizdan 3 pachka ichdim. Bu eng zo'r mahsulotimiz, jigarda yog'larni eritadi. Bundan ham ichdim tabletka, kuniga bittadan va eng ham kalsiy bor, viruslar o'ldiradi, ham kalsiy kollagenlari bor tarkibida. Mana shuni ichdim. Hali bu yarim bo'lib tugagani yo'q, o'sha mening natija zo'r. Bu tuya sutidan tayyorlangan kukun bu hisoblanib, ona suti bilan taqqoslangan. Mana men natijalarim. Umumiy ahvoli qoniqarli, kolleksiya manfiy degan mana imzolar bilan turibdi. Ko'rsatkichlar bemorda, me'yorda va oxirgi nimasi mana ijobiy chiqqan, otritsательный, manfiy degani va umumiy holatim qoniqarli bo'lib va men shu bugungi kunda sog'lom insonlar qatoridanman. Bundan juda ham xursandman. Greenleafga kirib kelib eng katta topgan boyligim sog'lik bo'ldi. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Hech bo'lmagan o'zlaringni sog'liqlaring uchun ham hamkor bo'lishlarini tilab qolaman. Rahmat hammaga. Afarin. Omad siz bersin. Hamisha sog'lom bo'ling.